Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bizning kanalimizni doimiy kuzatuvchi do'stlarimiz. Siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun xonadonimizda o'zimizni Xorazm viloyati Xanqa tumanida yashab ijod qiluvchi singlimiz, qizimiz Alinura singlimiz tashrif buyurgan ekan. Xush kelibsiz qizim. Va meni farzandlarim qatori. Shuna bir tar zakaz buyurdilar. İnşallah Xudo xolasa qo'ldan kelgancha shu navbat kelganda siznikini aldiyroq yasab beraman endi qizim. Bu sal og'irroq ekan. O'zina maz, havası ravishda Xudo xolasa. Şu bir iki siyimdaktık birbirini görüştürüp verdik koldan gelence. Şuna bir muhlislar için bir video kılarlı kizim desem oldu ustaz da hop da yapımı sındırmayın hop dedi. Şunun için sizlere şu bir iki koşuklarından bir azı icralarından havalı kıladı. Ama hazırlı günde Alinura qizimiz qayerda o'qiysiz? Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida. Toshkentda o'qiyor ekanlar. Xudoyim shu institutlarni bitirib, yaxshi bir elimizga, yurtimizga bir yaxshi kadr bo'lib yetishligingizda Allohdan so'rab qolaman, qizim. Shuning uchun bir nima deymiz? Ulug' ustozlar yo'lini bersanglar. Köp örgənin, bu sanatın çeki yok. Yani bala bakışı, ustaz, kalender bakışı, ulan şagirdleri sizlerin ustazınız, doğru mu? Ustazların sağ olsun. Aynen, Tanrı birbirini görüştük, simlerini taktık. Şunda az bir hoş kaytıp yaman emasdan sel ağırrak eğer. İlk camlı kılıp yasaklara mı şimdi? Daha. Bir kublet mi, iki kublet mi, o zinsa bir yakadığım bir nelerine aytıp verasın mı? Dinmeyin şamu seherlerde bile bidattır. Aşığı sergeçte bulsan uykunı berbattır. Bir imam etsin kurup iş boyunu azattır. Canımla bir zaman şul yarını azattır. Yavrumuz mektep okur bizler bu yerde intizar. Canımla bir zaman şul yavrumla azat. Rahmat. Ağzım şamallan, damakım şamallan. Şimdi az girip mevsiminde küz vakti olarlar. Şundan sözümüz sındırmayın. Aytıp verdiğiniz kizimiz rahmat sizler. Şimdi Okuşdan kaçıncı kurssuz? Üçüncü kursuna. Üçüncü kursa. Şu dördüncü kursa ötken vaktiniz Xudo xolasa yasab beramiz tabi. Şuradan ustazlara ta'lim, qo'shiqlarni o'rganib, yaxshi pishirib, şu tarda zo'r bo'lib aytib berasiz, va'da bering. Xudo xohlasa mashq etib kunda har kun. Bu üzerimizni Xanqa tumani, Xanqa shahardan aka. Ama bir sipoh yaxshi singlimiz, qizimiz
zor, barış yaman emas. Ben küzatib boraman profilinsa, podpisasiya va shuning uchun yaxshi tayyorlanib ustozlardan duolarini olib yursangiz ajab emas. El yurtda yaxshi bir san'atkor bo'lib shu folklor san'atida bu baxshichilik ko'p-ku, xalpachilik. Shuning uchun shu maktab o'rganib el yurtimizga xizmat qiladigan bo'lib yetishligingizni Allohdan so'rab qolaman. Keyin muxlislar, do'stlarimiz kim qo'lidan kelsa bir iltimosimiz bor, lekin u asan shu kizimizni bir duo qilib qo'yasizlar. Yaxshi duolarni qilib kelgusida bir shu el yurtda xizmat qiladigan bir inson bo'lib yetishligingda sizlar ko'pchilikning duosi yaxshi bo'ladi. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Yanaki yangi tar yasalgan vaqti Xudo xolasa inshaalloh shu kunlari yetilsa shu qizimga yasab beraman. Shu bir ikki qo'shiqni aytib berasiz. İnşallah. Bo'lmasam bizdan kuzatuvchi do'stlar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizlar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hamma shunday yaxshi kayfiyatda uchrashib yuraveraylik. Yangi tarlarda shu yangi ijodkor chiqib kelayotgan san'atkorlarni ko'rsatishda bizlar hech qachon charchamaymiz. Qo'limiz ko'ksimizda hamma vaqt ta'zimdamiz. Salomat bo'lasizlar. Rahmat.